Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hürmetli televizor körgüçler, Kudüs TV ekranidan sizlarga dunyoning har qaysi yerlaridan bizni ko'rib atgan qadrli qarindoshlarga Allohning salomini yo'llash bilan, Allohning rahmati, barakatini yo'llash bilan programmamizni boshlaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda hammalar bilasizlar, ochiq suhbat programmamizda biz Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini anlatib kelyapmiz. Bugun shu bir qancha haftadan buyon, 2 haftadan buyon boshlab kelayotgan Xitoyningki shu turmining ichidagi ve cemiyetdeki kögen işlerimiz sözleydi. Mesela aziz mehmanimiz, hürmetlik Adil Abdülgafur akimiz bilen söhbet edip beratımız köptün köp rahmet, özünün kıymetli vaktini çıkıp kepegeli üçün köptün köp rahmet. Ben Türkçe'de bir anlatı olayım. Sayın seyirciler, Gündem Doğu Türkistan programıyla tekrar karşınızdayız. Sizleri sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize Kudüs TV ekranlarından Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle sizleri selamlıyoruz. İnşallah bu programda sizin de bildiğiniz gibi biz 2 haftadır çok özel bir programla, çok özel bir konuğumuzla Doğu Türkistan'daki işkence altında bu Doğu Türkistan'daki Müslümanların özellikle hapishanede 20 yıllık hayatını, tam 20 yıllık hayatını Çin hapishanelerinde işkenceyle geçiren bir şahidimiz, hayat şahidimiz, bir büyüğümüzle bu özel konuyu Çin'in nasıl bir işkence yaptığını, nasıl uygulamalar koyduğunu Uygur Türklerine bunun üzerinde durarak konuşmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün de konuğumuz, yani bildiğiniz gibi Türkçeyi çok iyi bilmediği için ben programı Uygurca devam edeceğim. Özel önemli olan yerleri ben gücümün yettiğince inşallah Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım inşallah. Programı devam edeceğiz. Bizimle kalın sayın seyirciler. Bundan olsa programını biz ötken hafta hep devam kılgan yerimiz şu, yani türmenin içindeki zulümlerini, türmenin içinde buluvatkan eşeddi ikiniş ahvallarını söyleyen tok. Şunu ahırlık kep yeni program vaxtıyla toxtab kalgan tok. İnşallah bugün yani şunu devam kılsak, ötkende türmedeki şu siyasi mahpuslarga, siyasi hüküm kılıngan şu qeyrindaşlarga öz ara oturusida Xitayning icra qilib bir-biriga qeyrindaşlar arasida icra qilib şu zulümleri bir şekilde toxtagan tok inşallah şunu davamlaştırsak. Merhamet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik televizor ve internet altında oturup biz öyle şu sohbette semağılıp oltağın barlık kayrindaşlarımız hemmelerine Allah'dan selamet dileymen. Cümleden hem de ötkenki bir iki kısımda hem de Xitayning turmusundaki siyasi mahbus, yani şundaqla Xitay hükümetiga qarshi Türkistan diyarımızda qandaq gibi Türkistan'daki azat ve müstakilliği ve İslami azatlığı için endi 20-30 yıllardan beri Xitay hükümetiga qarshi elib beriyotgan şu hareketlerimizde tutulgan, qo'llanilgan şu turma usulunda 20-30 yılına yakın mahbus haleti yetiyotgan qarindoshlarımızning hamda ma'lum vaqt shularni bilan birga yetish fursatiga sharoitiga erishib bularninki facialik hayatları to'g'riliq azdır köptür bilgenlerimni demekçi bulup yani her birilerinin aldığında oturuptu ben. Hem de ötken 5 qıtımlık programda Xitayninki ama turmudaki zulmü şundaqla birincisi bizninki aqidemizni şundaq Rabbimizning barlığıdan bizni şirk keltirish yoki inkar qildirish orqali dindan voz kechtirish, yana çokum biz turmudaki qeyrindaşlarımızın mahbuslarınki çekiyotgan bu azap oqibatları, bu zulmetlerinin sirti bilan bo'lgan aloqasini qat'iy uzib etish va uni sirtdan buni xabarsiz qoldirishdik. Ama shunday bir cho'ng ishga vaqan deb aytdik. Endi bugun endi yana men turmuda o'ylasam endi men deydigan nayat nurg'un ishlar bor ekan. Endi bizning turmushimizda kunlik 24 soatlik hayotimizni yeb ichib o'tirib qo'pish türlü faaliyetlerimizde Xitayning bizni qanchalagan egir bir zulüm, bir asıl elib beriyotgan o'zgartishni şu maqsad qilib hamda cho'qim bizni yo'qotish qatorliq türlü rezil muddayi maqsadlarini
maqsad qilgan, asas qilgan zulmininki ne kadar ig'irligini yana kundan kun to'nib yetib, yana eshib pash qilib hamda kang xilq qarindoshlarimizga oshkorlashdan to'xim zurlikini to'nib yetdim. Hem yana bugün hem de şu qarindoshlarimizning turmudagi kunlik turmush ahvollarida mening ko'rgan bilganlarim hem o'zim qatnashib ustida bo'lganlarim hem turmudan chiqqandan keyin mo Xitoy hokimiyatiningki turmudagi va turmudan sirtidagi qarindoshlarimizga bizning bular islom aqida va dinimizga, millatimizga, milliy madaniyatimizga biz millatning islomiy e'tiqodiy jihati mavjud bo'lib shu zaminda yashab turishimizga qarta elib berayotgan turlik o'xshamagan siyosatlarning ne kadar ig'ir ekanligini to'nib yetib qaytadan buni cho'nqurroq tafsilroq qarindoshlarimizga bir tuntish oshkorlashni tushuntirishni zarur deb qaradim. Endi men shunda qaradimki turmudagi hayotim va bu turmuda hayotda his qilganlarim jiqkan endi. Men shuni tushunib yetdimki Xitoy kommunistlarininki hamda Xitoyninki mushu davlati hozirgi holati taraqqiy qilib gulinib hatto dunyoda mavjud bo'lib turishi insoniyatga zo'r bir tahdid ekanligini to'nib yetdim. Yana Xitoyninki bugünkidek dunyoga yamrab ketishi, insoniyatga pastkashlik, nomussizlik, islomiyatga behayo va iymonsizlikdek bir mustamlaka qulluq va mahkumlik elib keladiganligidek bir zo'r kelgisi bir qabohatlik bir oqibatning O'rta Osiyo Türkiye musulmonlarga shundaqli Uyg'ur xalqiga elib kelayotganligidek bir siyosiy arx ko'rinishini tushunib yetdim. Ham buni men bu xildagi buni bizning xalqimizning ichida ham siyosat bilan, tarix bilan, vaziyat bilan, jamiyat bilan aloqasi yo'q. Keng dehqon ommasi yoki oddiy yashayotgan oddiy xalqimiz bu tragediyalarni, bu ichki 43 siyosiy maqsadini bo'lib bilmaydi. Hem shuning uchun ham deb qarindoshlarimizga shuni bir kengaytib, bir keng tushuntirish uchun xo'sh. Buningda men bilishimcha bir o'tirib qo'yishni bir loyiq deb qaradim. Endi o'tgangi gapimizning oxiriga kelsak, turmida biz siyosiy mahbuslarningki turmushini 24 soatlik yetib qo'pish, yeb-ichish, o'tirib qo'pish va ijtimoiy munosabatlarning Xitoyninki shu turma tartib intizom ostida qaysi darajada elib berilayotganligi bir holatlar, bu nihoyat achinarli bir holatlar ekan. Men buni tafsili deb o'tmoqchi. Hamda bizning atiganda endi bu 97-yildan tortib ta bugungi kunga qadar, hamda 97-yildan tortib ta 2010-yil oxiriga qadar mening hayotim turmada o'tdi. Şu turmudan chiqisharligicha davom, har kun davom qilayotgan bir 24 soatlik bir faoliyat. Demak bizning o'tirib qo'yish holatimizda shundaq bir masalalar bor ekan. Demak biz atiganda soat 6 bilan yoki 5:30 bilan bizni bir qo'ng'iroq bilan o'rnimizdan to'g'izdi. Shu tug'andan keyin endi bizning shu karvatdan tug'andan keyin qandaqki bizni bir tayammum qilib qilyaptamdi yo karvat jim o'tirib qilyaptamdi yo bir duo qilib qilyaptamdi degandek bizningki butun 24 soatlik kichikkin midir-sidir harakatlarimizga shu qadar diqqat qilib uyning to'rt bo'lag'ida telekamerani o'rinlashtirib bo'la. Bizning butun harakatlarimizga endi diqqat qilganlik. Hatto Xitoy yoki Uyg'urlardan bo'lgan bunday ijtimoiy jinoyatlarni alohida bir nazoratchi qilib, har bir siyosiy mahbusga birdan ikkini odam o'rinlashtirganlik. Endi bizningki hatto hojatxonaga biz 5 odamningki ruxsatsiz va uning homiyligisiz hojatxonaga berishimiz ruxsati yo'q hamda shu qadar murakkab. Biz atiganda sadiq o'rnimizdan turgan vaqtida cho'qim bizni shu kechida yotqanda yetib turib namoz o'qib qolmasin, qandag'ir Allohni eslab qolmasin, zikr tasbih aytib qolmasin deb bomdod namoz vaqtidan burulloh azam bilan tan qo'pirib chiqib kun yo'rig'icha hatto kun chiqay deganga qadar bizni 1,5 soat 2 soat qattiq jigotdi. Endi bu jigotishni biz to'g'ri deb qarasakmi, ig'ir zulm ostida ham jismoniy jihatdagi ojizlik, qo'saq to'ymagan mandaqilqi jismoniy jihat zaif holatda zulm ostida jig'ogandan keyin bu bizga ig'ir to'lidi ham demak bu bizning jismoniy jihat bizga ziyonlik bu. Qandaqki bu sirtki
ixtiyoriy erkin chiniqishdan bir tür emas bu turimizga jug o'tish faqatla jug o'tib mag'dirdan chiqib o'tish hozir o'tish qandaqki deganda namoz va ibodat faoliyatlaridan buni cho'qim mahrum qilish jug o'tib yurib buni xudoni ya'ni ibodatdan buni qat'iy ayirib tashlash va zikr tasbihni va namozdan eslatmaslikdek bundaq bir siyosat qo'llanadi. Eningdan keyin bular shu tamoq vaqtida atiganda shu beshkidan o'rnan bilanlar qaynoq suv bir narsa berdi yoki ashunda ashning suyidek bir narsani berdi, uni qatorimda o'tirib shu tamoq tayyor bo'lamiz, tamoqqa shu qo'ng'iroq chelinadi. Qo'ng'iroq chelinishi bilan biz Xitoyninki shu davlatini yoki bayrog'ini davlat Xitoy kommunist hokimiyatiniki ma'lum bir davlat she'rlari, bir shuarlar, bir naqsh musiqalari bor. Biz cho'qim bu tamoqni eshitib bismillah deb yeb qolmasin deb avval bizni bir musiqaning aslida bizni bir Xitoycha yoki Uyg'urcha shu Xitoy hokimiyatini madaniyagan asosida bir naqsh o'qitdi bizni. Ya Xanzuja ya Uyg'ur tilida. Shuning bilan biz bu birqaç tamoqni yeganligimiz uchun shu naqshimiz, shu musiqa orqali Xitoyga rahmat aytganimizni bildirgimiz biz shuning uchun. Ammo biz buni qat'iy majbur asli olib boramiz. Eningdan keyin tamoqni yeyish jarayonida biz cho'qim biraz shu har tamoqni yegan vaqtida odatda shu tamoqni qo'shiqni og'ziga bismillah deb ilib o'tamdi yo'qmi degandek qachon shu tamoqni og'zimizga olsak har bir Xitoy yoki shu aktiv shu ijtimoiy jinoyatchilar shu bizning og'zimizga va qo'limizga qo'shiq qaroqliq. Shu darajada. Endi bu jarayonda biz tamoqlarimiz shunday ilib beriladi. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin endi ya ishlaydiganlarimiz ishga chiqamiz, ishlamaydiganlarimiz ham og'ir zulm deb asosan siyosiy mahbuslar ishlatmaydi. Endi u bizning turmushimizda ishimiz bir rahat endi harakat barkat degandek harakat qilsak azroq jismoniy jihatdan azroq sog'lom bo'lib qolamiz. Ham harakat qilgandan keyin azroq tamoqni jiqroq yeyish orqali odamning kallasi biroz nervus ejilib degandek sog'lomlik yaxshi bo'ldi ekan. Ammo bizni ash 24 soat optab ko'ketmay, ash qorong'i uyda yoki sovuq soyda ash zayyad o'tda qazib kunligi 10-12 soat o'ltiradigan gap. Midir sidir qilmay. Ishga chiqmay shu sovuq yad o'ltag'ish orqali midirlatmay bizni ruhiy besim aslida ashunday bir qishnash usuli bor endi. Biz shu jarayonda endi bu o'tirash jarayonida endi atigan shu tamoqni yeb bo'lib atigan soat 8da bir o'tdasak 12 gacha midirlamay o'ltiradigan gap. Hatto biz shu orliqda qatavlab o'ltiramiz 8-15-20 edim. Hatta bir yotoqda shu men tug'ilgan vaqtida bir yotoq 28-30 edim bor. Shu tiqilib o'ltiramiz. 25 qo'sh karvatning bulug'ida cho'ng chilek bor endi. Bizning cho'ng kichik tarafdan ham shuni chiqiramiz. Shu 30 necha odamning tamoq yeydigan yeri, yotadigan yeri, uyg'onish qiladigan yeri, uxlaydigan yeri, tarix sundiradigan yeri shu 20-30 pinpan kelmaydi endi. Shunchalik 20-30 metr kelmaydi. Shunchalik doira ichida ashunday yashaymiz. Odatda mayda tamoq yeymasak, tamoqning qishidlab 2 metr jiroqda bizning tarix qiladigan yo'g'on to'ngimiz bor. Odatda 20-30 odam bor. Ishchi surib ketgan odam yoki qo'shiqda yelkib ketgan odamninki shu tarix holatidagi shu ovozlarni o'tirib turib shuni anglab yemay amalimiz yo'q. Shu holatda Müşahaletde ben 6-7 yıl yaşadık hem de. Demek ki hem de aşındak yaşap, yani şu çüşük tamak mı aşındak, etigen tamak vaktidik aşındak elip belirdi. Etigen tamak, çüşük tamaktan kin yana, şu aşındak olturdığun gep, şu çüşük tamaktan kin saat 1:30 etraflarında yana peşin vakti boğanı bunu obdan belirdi. Tungallam cık, tungallam bunu obdan tayammumni qanday qiladi, namozni qanday o'qiydi, kitob qarab jim tursam, namoz o'qiydi deydigan ashunday bu kitob qarab jim o'tirib namoz o'qiydi bu haq degandek shunday uchirlarni tunganlar yoki bizning Uyg'ur ijtimoiy mahbuslar buni Xitoyga yetkazadi. Shuning bizning shu azigan bomdat vaqti, peshin asr vaqti
şam xıftı vaqtlarda bizge fevqilade alayda diqqat qiladi bo'la. Faqat mushu namoz faoliyatlarga mushula. Endi hozir biz sajda qilish tardish mumkin emas. Faqat jim o'tirib qilib, og'zi midirla o'tamdi, bir narsa o'qib o'tamdi, yo'qmi degandek. Buningdan endi Xitoyninki bizning millatimizga emas, mush bizning dinimizga shu qadar qarshi ekanligini biz mishani tunib yetdim. Endi bu endi dunyoda nurg'un kishilar endi bu Xitoyniki ma'qul deyil, bizning Turkiston zaminda bizning dunyoga milliy belginchilik qildi, eni qildi, buni qildi, vatanning muqimsizligini buzdi deb manda ta'dir tashviqotlar dunyoga turishdik. Ammo Xitoyning bizga Uyg'ur millatiga emas, hatto dinimizga mutlaq eng qarshi ekanligini biz bilib yetalaymiz buning bu ahvolidan. Shundan keyin ham demak, yana tush tamoqdan keyingi yana 4 soat o'tirish mundaq boshlanadi. Kech tamoq yana atgangidek shu qo'ng'iroq chelinadi, naqsh muzika o'qiladi, yana shu tamoqni yeydigan gap. Tamoqdan keyin yo'qlamasi bor endi. Endi bu atgankilik tushdan burunqi tushdan keyingi 8 soat o'tirishda endi biz qatori shu daqiyada mushundaq Jami 12 soat o'tiramiz. Mushundaq chaza qilib o'tiradigan gap, ikki qo'lni ikki taza qo'yib, xuddi namoz o'tagandek o'tiramiz. Qo'rni medilsh huquqimiz yo'q. Hatto eg'iz bunurimizni aytishga doklat boshliq men qulog'imni qashlab olay yoki do'ppamni o'nglab olay yoki doklat boshliq biz men chapanni yengini yap ayağını jipini o'ngishib olay yoki birini qashlab olay yoki yutilib olay yoki hojatxonada ma'ni bir eg'iz gap qilib olay degan mushin bir eg'iz gapni so'may qilgani bo'lmadi. Demak, biz 14 yillik hayot turmush shunday o'tdi. Bir eg'iz gapni so'may qilolmaymiz. Odatda o'zaro nazorat guruhi deydigan bir guruhni o'rlashtirishlik bo'ladi. Odat 3 odam bir nazorat guruhi bo'ladi. 3 odam bir yerda o'tiramiz deb qatori. Endi 3 odam bir yerda o'ltirgandan keyin shu 3 odamning birisi ya doklat qilmay turib o'zininki bedenini qashlab salsa, ya kiyimdan o'ngshab salsa, ya o'tirgan yerdan mandaq o'ngsol kichik eg'naq midillab qolib qolsa, o'tirgan odam bir gunoh yezilsa, uning qishidagi ikkisi hemroyi 3 dan oldi gunoh yezildi endi. Nima uchun deganda o'zaro nazorat guruhi, bir-birini pash qilish, bir-birini setish, bir-birini cheqish guruhi bu endi. Demak, bizning ba'zi irodasiz deymidimmi oldin programmada bizni to'rt bo'laklik bo'ladi. Ya'ni favqulodda jamiyatni quturtib Xitoy hukumatiga qarshi yetaklash va qo'zg'ash xarakterdagi bunda favqulodda yetakligichi kishilar, aktiv agash kishilar, eningdan keyin pasif agash kishilar o'zi to'ymay chetlib qilib kirganlar qatorliqlar. Bu to'rt guruh bo'laklik bu odamlar to'rt iqimga. Shuning eng oxirgi o'zining musulmonmi, o'zi musulmonmi yoki musulmon emasmi, o'zining millati nima, o'zi qanday, qaysi millat, qaysi aqidaga tava, uni bilmaydigan, hech qilolmaydigan ba'zi Uyg'urlarimiz kirib qoladi bizning qatorimizda endi. Bunda odamlarning hali favqulodda hukumatga qarshi deb qaralgan jamiyat tashkillash va tashkilligichi bo'lgan, qo'zg'ovchi bo'lgan degandek jamiyat da'vat bilan o'qitishlarga tutilib qolgan hukumatga qarshi qanday bir faoliyatga yetakchilik qilgan qarindoshlarimizning qachida shu o'zi musulmonmi, o'zi qaysi millatdan, o'zi kimi, o'zi nimani tark etib, nimani lozim qilib yashash kerak, o'zini his qilolmaydigan ba'zi turq odamlarni ekilib shunday odamni ekib qo'ydi endi. Nurg'unlar o'zgarib ketganlarmi bor, shunday siyosiylar bilan o'tgan demadim men, o'tgan 5-10 yil o'qigan odamni o'zgarib to'g'ri qilmasa, u yerda u o'zgarmaydi. O ya din ya pendin bir kichik ilimsiz qolganlar. Nurg'unlar shu aroq ichadigan u bu joyda ijtimoiy jinoyatchilar kirib siyosiylar bilan birga mahbus qilib qolib, ular shu turmdan chiqqandan keyin shunday yaxshi odam Allohning ta'siridan u yerda iymon etib, u yerda nima bo'lgan nurg'un anglayib turmaslar vatandami. Endi u taraflar ma jamiyat tarbiyasida jamiyat o'sgan bir qism hamda biz lühchaklar deb qo'yamiz ya qari jamiyatning odamlari yaqinda bir jamiyatda bir manda bir nochilik bo'ldi endi munda bir xo'sh. Mayli Qashqar Urumchilar bo'lsin munda bir jamiyat lühchaklar. Jamiyatning odamlarining qatorida munda jidal majlis bilan yoki munda mardlik bilan munda bir o'tirib kirib qolgan odam bo'ldi. Bunda odam bir ishdan chirib qolsa bu odamlar demak endi Peygamber Aleyhisselam'ın akıllı kadem yakın tanıydı degan bir hadisi var. Hem de aşağı içirip mi nurgun hem de muş ictimai mahbuslarının mı %30'sini
siyasi özüp keteylik. Ümmetlik siyasi kıyırdaşlarımızdan derecede ehir zulüm, azap okubetlerini bu horlukla açıtap tırpılanmay. Sen nemi kılası bunu deyip kökürek girip çıkıp hatta sakçılığa, turum başlıklarına etilip hatta bir ikisini çanı ötüp ya boğap taşı ötüp ya vurup desepet yapıp diyendek işle bilen siyah ben bugün tatip iman ettim. Ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah ben bugün tatip siyasi hükümete karşı çıkma. Ben bu cahit siyasilerden bir sebep turma edip sepimizi yenip gelgen ama içtimaiyet elgiri oğrayan çıkışlık olan yani ak çekip diyendek yani bolancılık manda işlerden kirip kalkan balla mahbusla yani şu tuyuksuz hem de aşındağı bir facialik aşındağı bir işler yolu kandikin bunu körüp bunun gurur vicdanı çıdımay hep bizim katımızı katıp getilik bunda adamla. Hoş. Şu asastam da şu anlıktam da aşındağı Atigenden tatıp saat 12 gece düştüğünken bir saat 1:30'dan tatıp kes saat şu 7 gece 8 gece hem de aşındağı oturduğun gel. Medir Sedir Kınbay. Bu ançımda paranlaşıdığan paranlaştırmaydı. Mümkün emas sizler. Adette siyasi mahbuslar birbirimizge karışıp kap kalsak deydimizin bu nemeli küzülen paranlaşıdı deydi ola. O Xitayninki müşahidimiz hem de bunu ben şunda oyladım ki neme için bunu kengaytip texeme bir qayta bir kengaytip değişkemde bir ya insanın aklı almaydı. zürül dep qarasam da bulaylık asasen bu turumuzdaki dini alimlerimiz bu ziyalilerimizde mesela pen okusun, din okusun. Endi pen okugan balım 30-40% barmış şu. Ürümçideki üniversitelerde, Qashqarda, otellerde, ama şu G'olchitereplarda alim kitap okup tarih ve siyasi tarih fakültelerinde edebiyat okugan balımı tarih ol balını köp okup hem de bu tarih Xitayning bu vatanga bo'lgan qirg'inchiligi, bu zulmi, bu mustamlik qaldırışdagi bir xil qalliq siyasetlerinin arıq görüşünü bu düşünüp bunu bir mektepte hem de iman etip şu hükümete karşı teşkillenip aşında qandaq bir milli vatan azadlığın teşebbüs kıldığını ya ki bir dini namdaki bir teşkilatda qatnaşıp kirip qalgan balımına jiq. Şu aleyhte balım nemdi. Anda şeriatta hem de şu helqi biz hem de hükümetke karşı turuş, hükümetle münazara beriş, hükümetle madara düşke vaqtda biz ağladıma dini vallahi hem de ulardan aciz geldik emmiz. Çünkü ular hükümetten nurun aciz taleplerini, uların kanda takabül turuşuna, kanda karşı turuşuna ular obdan bildik emmizden. Biz hem de dini sahatikiler medresede oturaplar, şu Kur'an ya kitap yazılaplar. Şu Kur'an hadisten başka kengayt mında bunu zaman makanga bunu mında tarih olan siyasetlerle maslaştırıp mında düşündürüp keng mında hazır mında bir umumi düşünce elip verilmagandayken biz ularga pas op kaldık emez bizden. Ma din okugan hem de bu pen okugan balla bu cihetten azraqla bu bir dini düşünüp kap kalsa bu katı beyip gidiken. Bunu bizden nurgun qeyrindaşlarımız baş ve şu hükümet asası Allah dikkat kıladigan, fevkalade hükümet ihtiyat kıladigan hem cemiyet tonulgan qeyrindaşlarımız baş şu doğrusu. Demek aşında qılıqı fevkalade cemiyet qozgaş ve qeyrindaşlarımızı Xitay hakimiyetiga qarşı quturatqılık rol oynadı deb qaraydı bunlar. Yetekligen ve şu yeteklep mangan şu xildeki bir türkem qeyrindaşlarımızın qeşiga oturdu otaqızıp onun oğunga soluga işkedem otaqızıp qoydu bizden yana. Yani bizden belki iradesiz, yani gurur ve vicdansızlık adamlarımız yani baviyade. Abi ben demedim belki bizim 4-1 bileylik. Tasadüfi yolu uçurap gelip muşkata qetip qalğanlar. Yani bulaylık şu birbirine bu özara nazaret grubu degen narsa bu ya 4 ya 3 adam birleşip bir otaqızıp qoydu. Ayrım bir 3 adamın yazıqlıq numarımız var mı? Ya ki 1'de 3 4 5 ya ki 1'de 6 7 8 degandek onda ya 2'de 6 7 8 degandek bu numara verip bizge bir numara 3 adam pakanlık stana falan o bu degandek. Şu arqılı hem de bizden şu 8 saat vazifemiz nemo degan vaqtida hele mıhtek oturuş vazifemiz. Hele 3 adam bir-biriga qaraydi. Agar şu 3 adamning birisi midirlab azroq birini qashlab salsa yoki doklad qilmay bir og'iz gap qilib salsa ya birisiga tikilib qarab salsa yoki
bilib ağzı bir avazı çıkmay bir medirlab qap qalsa, buni telekamera ko'raylik aldığımızda. Yani şu zaman 10 soldaki qarindishimizdan biz qo'pib, "Maya ayet o'qiyotidu, ya duo qilyotidi, ya medirledi, ya tugmasini etdi, ya birini qayshladi" deb lan bu qo'pib biqindiki deb uni chaqmasa boshqa odamga anınğa 3 günah yezildi, hareket qilg'ichiga 1 günah yezildi. Agar o chaqmasa yapib bir günah şu bir günah uni qayda qildi deganda şu masalan şu bir qatim so'may hareket qilib qo'ygan kishi şu bir günah sababidan o kechgacha midirlamay ya bishki vaqt tamoqni qisib uyri turadigan gap. Ya aptapda ya so'g'oqda chiqib. Ya uning bizim ko'tagizib qo'ydi, ya ingishtirib qo'ydi masalan. 4-5 saat ingishib turadigan gap. Buningda heliqi qimig'ini qanday bo'ldi emdilik manda qildi deb do'g'lat qimig'ini qishlik emirasi nimara o'g'inimiz buning azobi enengidan egir bo'ladi endi. Masalan, uyat ishlarni hamda bizning shu 8-12 saat o'tirib qo'yishimiz faqat kim medirladi, kim 12 saat qolgan 12 saat uxlamsizlar faqat. Ish vaqti. Demak, mushu tushdan keyingacha tushdan keyin kech tamoqgacha bu kech mo'ylaq davomlashadi bu hayot endi. Hatto şu men bağlan 2002-yillarda bo'lgan bir vaqa bir yataqda 18 siyosiy bola var ekan. 18 siyosiy bolaniki 9ni bir tarafga 9ni bir tarafga tizib bir-birimizga qaratib masalan sizlar bir qarindishim bo'lsa men bu yerda turman, siz oldimda turlar, sizlarni men bir testek uraman. Sizlarning bir destek uruldi. Agar sizning aqlda ikki Xitoy turdi kaltak tutib, mening kelim ikki Xitoy turdi kaltak tutib. Agar men sizning testeklarga bo'shroq urib qo'ysam, u chaqda sen bo'sh uding deb vaqt men o'ligidek tayoq yeyman. Aqlimda kaltak yeydigan gap. Men sizning 50 nurimicha testeklarga, sizlar mening 50 nurlar. Chanqirib men uraman, chanqirib sizlar urildi meni. Agar unda qilmasak, cho'qim ursam deydi. Biz umaymi degan vaqtda biz shu demedim lekin bir necha qarindishimizdan shu tayoq yeb boshlari yerilib shu qalla eqib boshlaridan qalla eqib shunda aqqan holat so'rab ketgan nurg'un bolalar oldimiz. Nurg'unlar o'lib ketdi, nurg'unlar o'zdeksiz yo'qolib ketdi, nurg'unlar yerim o'lik, yerimjon bo'lib doktorxonada saqayib, yana qo'pab qaytib kelib deganda ishlar bo'ldi. Endi shu yerda biz ko'zimizni ko'raylik. Agar shuni bizga bo'la ma'lum bir siyosatni yo'l qo'ydi endi. Biz buning qatl ko'nanmay, bunda qig'imiz kelmay, ancha-muncha bir ushaq tushib qarshilik bildirgan vaqtimizda shu o'tirda kim shuningga shu siyosatiga, shu tuzumga bekrak qarshilik bildirgan bo'lsa, shu kishini tortib chiqiblam. Ular 40-50 bir 2-5 odamni bir siyosatga bo'ysundirish uchun bir odamni qurbon qiladi bo'la. Demak, shu bir odamni mush qarshi chiqdi deb bir tayoq bilan qanda qilib buni o'ldirish, o'lish darajasiga olib urib so'rab, buni eg'ir qishnab qilgandagi anda qag'allarimiz, endi u qo'lda ya pichoq yo'q, ya bir ilqibi odatda bir ishga qilib jipni bermaydi bizga. Bu jipni odam o'ldirish yama bo'ldigan narsa. Aqada kelib bo'g'ab tortib olsa, bu yerdan 5 minutlik kanini siqib olsa o'ldigan narsa ekan. Odatda cho'tkilaydigan bir cho'tki bor, siyo destisi bor. Shuning sepini o'chib bitib berdi. Yog'och qo'shiq, to'may qo'shiq asli yo'q. Cho'ku degan narsa asli yo'q bizning tamoq yeydiganga. Bir yumshoq qilib, kichikkin qiz egilib yeydigan bir siliyo qo'shiq, siliyo qacha, siliyo chemich, siliyo das, siliyo qozon. Faqat bu qattiqroq bir yog'och degan narsa biz tutqazmaydi. Endi ilgari anglasam shu cho'tkilaydigan cho'tkiningki sepini manda yagi bilisi, ya simli to'g'an bilisi bu xushliq mixtek bo'ldi. Aproblam ko'ziga tiqqandan keyin bu mashina ushlab mishak tiqib bersa u destim mishagi 10 sant kirdi-ki ko'zining ichiga mingni. Edim o'tagini o'ldi-ki o'naqdim. Shunga bo'lar ashunda ilgariki ashunda bo'lgan bu ishlar-chu, hamda ashunda qilib kichik bishki qilib jip deb bo'lsa, hatto yotgan ko'pini so'kib, yitib og'am cheshib bir-birini bo'g'ab o'ltirib etgan. Yoki bishki jip elib bizni bo'g'ab o'ltirib etgan. Yoki og'am cheshib bilan saklab u yerdan qochib ketgan. Yoki kichik mix deb bas, kichik bital tiq deb bas, bital jing deb bas, bir odamni o'tib yuradigan usullar bo'ldi ekan. Shunga medir sidir qildimay har kuni
Yatıdığan vaqtida hamda şu bir-birlep bizni tam qo'ylab ikki odam aqtirdi. Yanjig'imizdan onda 10 santa atrofida 5 santa yog'och yoki burada jingni ya bir atal mix chiqib qolsa ko'ylagimizni ko'ramiz ekan. Ashundoqcham bitta jipini chiqib qolsa. Demak, ashundoq tartib. Demak, kech tamoqdan keyin buning yo'qlamasida bir narsa bor. Yo'qlamadan keyin aşağıda adet bir etirette 300-400 eden bolsa bir yatakның yo'qlamasi ya 15-20 deb sanamasi bo'ladigan gap shu yo'qlama odatda 20 soat 1 soat tugaydi. Chiriplam deydiki bilgan xatolashgan odam bormi yo'qmi? Har kun yo'qlama bo'lgan vaqtda xuddi qushxonada qo'yilni ichirib, atkalni ichirib qushxonda suv yog'ayotgan vaqtda bundoq bir Ülgüye yer qara tizilib turdi ekan, shuningdek kimni. Shu yo'qlama jarayonida hammamizning pesi qiraqliq. Bu tayoq degan beden go'shgan emas, bu uriyversa, o'lgini ichib so'rab tashlab bergan ekan bu halqi bu. Har qanday iroda, har qanday narsa asta-asta bo'shab ketadigan. Ya jondan to'yablab birisini endi bakamga begudulab ketmayli, birasini o'tirib elib, ya birasining bir uchishlab buni uzitib bo'lsa bir küzünü kuşutum boz öyle bitil dese fakat onun imkanı yok mu? Alacağın kolağa ya bir kural ya bir tayak ya çamma taş ya bir tane bir atal bir ambo balık diyen nesne esli mümkün emez tapın olmaydı. Aşındak bolğandı ki her gün şu yoklamada evvel ben demin ama üçeden bir nazar edip koydu. Anda çirip bilgen hatalaşkanlar bağımı o deydiğen gibi. Bağımı degendeki şu bolsa şu mançısı var 10 saat eç kıpırdı. Bunu xatalaşqandan her yataqni echkitib, her yataqni 2dan 3dan xatalaşqandan echkib bitib, echib qaga yoki aptib to'g'izib bitib, qatari so'qaqdi. Ana qag'anni sanayib chiqitib, ularni qadi yoki 1-2 soat kiyimini soldirib bitib, shu 6-7 Xitoy saqchi qo'ldirg'i kaltakalik, tok kaltak ekib qatara. Bularga biz tok jalab, tok yuklab qo'yib bularni, tok azqabdi. Mesxir, o külük, o hakaretler verdi. Hem mesela kolunu bağlap koyup, tok yakıdığın gibi 2 saat tamaşa oynaydı bunlar. Qatar. Yani bir yerde cismani cihatdan acizlab ketken nurg'un qarindoshlarimiz shu holatda ig'irib qilayotgan, qizimiz o'lib degandek, doktor qappasi buni davolamayotgandek o'lib ketib qolgan ishlar intayin. Endi yana o turmadagi ishlarni masalan, men turmadagi bir ishlarni so'zlab bersam, bizdeki o turmuş faaliyetlerimizde mesela öydün kilidemde nurgularimizden alıqı öken dedim mi alıqı beşini götürüp mağdıgan, inişip mağdıgan, oturup mağdıgan, fakat tik mağdıgan, manda 4 yıl böyle giderken. Fakat alıqı aileden kürüşen, bu da bizim Kaşgar Hoten dediğimiz gölqaq badam yanak cık kilidi, amda 6 kilidi öldün. Kesinlikle şundaqtı. Şu bir adamın uydan kelsa badam yana qo'ychi bu bir narsa kelsa kichigina xaltiqiliq hammamiz o'z oldiga qo'yib o'ltirdik. Qator o'ltiramiz. Qatti silning oldinlaridagi o bir xalti badam yanaqdan ya meg'izni mening birada ilib yeyishim mumkin emas. Qatti olmaydi. O'zing yeysada. Mening uyamdan kelmasa men 8-10 soat uni qatti jim o'ltirganga bu bir narsa yemayman. Yani hech kim bermaydi, men olmayman. Agar kelganda yeydigan gap. Yaxshi, uydan kelsa yeydigan gap. O sizle bana ve kardeşimken bir insan perverlik gösterdi ya bitel man asıl dep kasırı bu ittifaklaşıp bu tapkanı tenye bu ittifaklaşıp aşını bir teşkilat aşını bir uyuşma dep karab şu derece başkuruqlıq. Mesela men bir qetim bir turumda isimli başla 58 maddesi var bularni yadlaydigan. Şu turumunun bütün tertip intizamlarını xenzuci yezip bizden uy aşı bir eğiz Henüz bilmediğim ballar bunu Xitay tilida yazıltığılık. Her günü yoklamada 2 saat yadlaymiz hem de kech tamoqdan keyin yataq vaqti yadlaydigan gap. Demek şu maddani qonun tuzumi o'rganish jarayonida aslida buning hammasi xansuji gap. Bu xansuji gapning ichida xansuji gapni Uyg'ur tilida yozamiz endi. Uyg'ur yozsak bir nun harf chalqabdi bir xatda. Qishinda o'tgan birisidan men bu yerda jiq adamning ismini demay dedim, uning izzatini, uning iymon etib tovuq qilib qolgan bo'lsa, jamiyat chiqib tovuq qilib qolgan bo'lsa, endi yana uni bir
Ana sizden bir manda pitni ulap kalmasam bulaptı dep ismini demey dedim je kademlinin. Başı Ürümçide, Gulcuda, Kaşgarda, Xotanda ba. Nur kademli ba. Hazır hilimi ham yani sakal koyup yani meşlek bir fikir yaşadı da hazır. Hayraman bu xalq. Demek birisini sorayım şu Gulculuk birisinden. Ma kelimeni men de dokulat kılmay sorap kaptı mı? Endi men onun da bir kelimini soraş için evvel dokulat başlık kelimini berip tursan olap çıkan bir tal harf kaptı yazıp alay dep onunga desem o deydi onun yanı bir başlığı var. Onunga da men bir keşimde otağa alemde bir kelimini bir baş xet yazış için men 4 yerden soruşum gerek. Evvel özera nazaret grubunun başlığından sorayım. Nazaret grubunun başlığı andi yatak başlığı dokulat kıldı. Yatak başlığı etret başlığı dokulat kıldı. Ma adamdan kalem almak bir tal xet yazıp olmakçı iken. Degenden şu yatak başlığı özera nazaret grup başlığı etret başlığı hem cinayetçi bulanın ki. Şunu bütün şu 3 orundan tasdik edip ütüp ruhsat kılıngandan keyin andan bir Xitoy kelip mening nima deganligimni, onun nima deganligini bir Uyg'ur bilan bir Xitoy kelip qarab turdi. Ma qalamni berib tursa bir tal nun harf chalqab chiqgan yezib olaman. Allah'ım ya. Deb so'rayman-da. Men buni birinchi dokulat qilmay so'rab, men dokulat qilmay so'rabdim. Nima ko'rsam kerak bu go'liq yalvirishgacha ba'zi bera ura tayoq yesam yami debla men so'ramaylik dokulat qilmay so'rayman. Soruşumdan bu siyasi mahbus qarindishim shu yerdan yaqindan so'rab chiqib meni ma'uq Qur'on o'qiydi dedi. Men ona nun harf chalqab ekan, ma xedi yezib olaysan qalamni berib tur. Siyasi taxiyam birisi. Siyasi. Ma nun harf chalqab ekan, ma qalamingni berib tur, meni yezib olay desam. Chachirib qopla ma Qur'on o'qidi debla xanzochi ma ibodat qilib turman shida. Lingadan ba o'ynashi. Echiqiblam. Shuningdan echiqib şu destek petrolgan echiqib yataqdan şu tip yıqıplan putumdan söylep hem de 150 metreki yatqan yataqdan echiqib peştaqildan eçişip şu kadrdan işxanası eçigiçe 150 metreki lalıq şu yerge meni tatu söylep echiqdi. Echiqqandan keyin yataqdan bir şu zudo deydigan bir kapur vardı şu etredin siyasi komisar Xitoy. Bundan echiqib tashlab turdi bu Qur'on o'qidi dedi. Yalnız kelip sen rast Qur'on o'qidingmi dedi, men Qur'on o'qimadim. Desem 4 kağıddan qol 4 kaltek var. Hep kigizip şu qandek o yanğı pulap bu yanğı pulap meni bir yarım saat bo'lib urib ketdi desep. Ahiri men Qur'on o'qimadim desem hayliqini echirib, sen Qur'on o'qiding emasmi? Sen ne demey nun deding emasmi? Ey bu ne demey nun dishning Qur'on o'qigan bo'lamdi desem, ey bu Uyghur tilida ne de bu ne harfni Uyghur tilida ne deymiz, Arapça nun deymiz. Sen Uyghur tilida sen birinci günayın sen dokulat qilmay qalam sording mendan. İkinci günayın sen Uyghurcha demay Qur'oncha deding. Qur'oncha deyish chunki Qur'oni Karimning ichida deydi, Qur'onning ichida nun deb bir so'ri bor. Nun deganning Qur'on o'qiganda bo'ladi. Sen ne demay nun deding emasmi? Bu Qur'on o'qiganlar. La havla va la kuvvete. Yo bu aşı Müslüman şunda qilgan insonlarni bu ya baş o yaşadı da hazır. Demek şuna degendiki men rasmen nun dedim. ya bu dindar adam mı ya? Dindar adam şu Gulcu vakası qatnaşıp 8 yıl kezdigen adam. La havla ve la kuvvete illa bu. Şunu odan bu adam ona degendiki apırıp meni bu yerda bu Qur'on o'qidi degan gap bilan men bir e'tirof qildim nun deganligim rost bo'ldi. Shuning bilan 15 kungacha mening qo'limga mudat chetqin selib tarib putumga ishkalni selib bo'ynimga 25 kiloluk kildigan mudat betonda yasagan bir taxtay bor. Ona ma eng ichkaligi po'lat simda bu yang esib qo'ydi. Bu ne yaqinning ustiga chiqib qolsa qo'nmaydi, bu yalang'och esib qo'yish kerak. Bunda adeti men 28 kun turdim. Te ingishib turma. Uni uyir tursam bu taxtayni men maydam ko'tarib oladi ekan. Ingishib turgandan keyin sim bilan esib turgan bo'ynimga texim ingishsam bu taxtayning ostiga yag tegib qolib sen yeni ko'p qoladi ekan. Ay bir edim qarab turdim menga. Shu taxtayni faqat Qur'onni shuni men ne demay nun deb sağalligim Qur'on o'qigan hisoblanib,
Aşağı 28 gün şu tahtayının boynuma kesip tutup durumda. Hem de ben bu derecede bu nesinin paş kılışının özü, deyişinin özünü biz fakat şu İslam'a münasebetlik işlerde men ibadeti olsun, zikir tesbihi olsun, gep sözü olsun, meli ayet, hadis okuştu olsun, ya Allah ve Resulünün esleş ve medileşti olsun. Fakat biz din akide cihetteki gep sözlerde şu kadar cezalım getirgilegimdi. Bir Xitay'nınki dinine ne kadar karşı ekenligini. Hakikaten belki nihayeti yaxşı. Andan yani bir iş hem de Ben biraz Türkçe kılvasam şu muhim nimelerine. Hem biraz ondan biraz istirahat vakti verelim bir 5 minutluk. Sayın seyirciler, ben hocamızın aktardığı gerçekten ben kendim bile inanamıyorum yani nasıl şimdi nereden anlatsam size bir sürü not aldım şimdi. Gerçekten yani bu Çinlilerin Doğu Türkistanlı Müslümanlara nasıl bir işkence, o hapishanelerdeki işkencelerini anlattı. Yani kendim bile inanamıyorum böyle bir şey. Ben de Doğu Türkistan'da doğup büyüyen bir insanım ama yani bu kadar yani hapise atılan kardeşlerimize bu kadar zulüm yapıldığını gerçekten ben kendim bile inanamıyorum. Yani sizler de bunu duyunca ben gücümün yettiğince biraz anlatacağım size. Bunu duyunca sizler de gerçekten Türkiye'de de çeşitli yani suçlarla hapise atılıyor. Yani televizyonlarda, dizilerde de görüyoruz. Yani onu duyuyoruz. Yani bu küçücük bir şey olursa onlar direkt onların avukatları zaten onları savunuyorlar. Ne kadar büyük insan öldüren, adam öldüren, yani ne kadar büyük hatta terör cinayetiyle tutuklananlar bile yani tüm özgürlüklerine erişebiliyor buralarda. Ama siz şimdi Çinlilerin nasıl işkence yaptığını sadece bize hocam yani yaklaşık 1 saatten bu yan yani bir Müslüman bir mahpusun 24 saatlik hayatını anlattı. Yani kendi yaşadı 20 yıl boyunca kendi çeşitli hapishanelerde hayatını geçiren bir insan. 24 saatlik bir mahpus bir Müslümanın hayatını anlattı sadece. Sayın seyirciler, lütfen dikkatli dinleyiniz. Şimdi her 5.30 civarında Doğu Türkiye'nin en önemli burada altını çizmemiz gereken bir şey var burada. Çinliler yani bizim Doğu Türkistanların sadece o topraklarımızın zengin olduğu, onlar tabii çok büyük zenginlikler var. Oradan ayrılırsa bunlar elinden giderse zaten Çin'in bugüne ulaşması Doğu Türkistan'ın yer altındaki o büyük zenginlikler, o büyük şeyler Doğu Çin'i bugünkü haline, bugünkü güçlü haline getiren odur zaten. Bu tabii ki hocam dedi ki şimdi bu Çinlilerin sadece bizim Uygur Türk olduğumuz için bu zeminimizdeki topraklarımızdaki zenginlikler için biz Müslümanlara Uygur Türklerini sadece bunun için işkence yapıp bunun için yok etmek istemiyor diyor. Bunlar bununla beraber bizim asıl hedef nedir? Asıl hedef bizim dinimiz diyor. Bizim Müslüman olduğumuz için, bizim Allah'a inandığımız için bu itikadımız, bu imanımıza direkt hücum ediyor diyor. Bunu yok etmeye çalışıyor diyor. Yani 24 saatlik hayatı bakın. Sabah saat 5.30, 6 gibi bu yani namaz yani hangi saat olursun yani Doğu Türkistan'daki vakit itibariyle Bamdat yani sabah namazından önce yarım saat 1 saat önce bütün binlerce 10 binlerce Doğu Türkistanlı yani yani çok büyük hapishaneler var. Zaten Doğu Türkistan yani üstü açık bir hapishane ama yani o tutuklanan yani çeşitli töhmetlerle çeşitli bahanelerle tutuklanan o Doğu Türkistanları Bamdas yani sabah namazından önce 1 saat yarım saat önce zorla onları hepsini uyandırıyorlar ve niçin? Sabah namazı kılmasın. Sabah namazı yani kılmaya zaten namaz kılmaya zaten abdest alıp doğru dürüst oturup orada bir zikir yapıp namaz kılması mümkün diye zaten her koğuşta duvarın 4 tarafında 4 tane kamera var. Onu zaten 24 saat gözetliyorlar. Buna rağmen o yatarak bile namaz kılmaya fırsat vermeyeceğiz diye
5.30-6 civarında sabah namazından önce onları uyandırıyor. Ta güneş çıktıktan sonraya kadar çok şiddetli koşturuyorlar. Niçin koşturuyorlar? Yani onlar yani güçlensin diye mi? Bedeni aslında spor çok iyi bir şey. Ama bunun için değil. Sadece zaten onların verdikleri yemeklerle bir insan yaşaması mümkün değil. Sadece su ve buharda pişirilen bir ekmek gibi bir şey var. Bizim şimdi Türkiye'deki ekmeğin 1/3 geliyor yani. Büyüklüğü şu kadarcık bir şey. Buharda pişiriliyor o. Bembeyaz su buharında pişiriliyor. Sadece ondan bir tane ve bir bardak su veriyor. Sabah o onca koşturduktan sonra verdikleri şey bakın. Onu bedeni cihetten, o Müslümanları bedeni cihetten bitirmek için o saatlerce çok şiddetli koşturuyor ve ondan sonra o koşturulduktan sonra gelip o yemekten sonra her biri burada altını çizmemiz gereken bir şey var yine. Yani Doğu Türkistan'da bu siyasi suçlarla onlar öyle adlandırıyorlar siyasi suçlular diye. Yani hepsi siyasi suçlular dediğimizde yani hepsi Müslüman yani hatta en küçüğü evinde Kur'an barındırdığı evinde Kur'an olduğu için yakalanan öyle Müslümanlar yani. Yani bunları siyasi suçluları hiçbir şekilde çalıştırmıyorlar. Yani Doğu Türkistan'daki o büyük hapishanelerin içinde aslında çok çeşitli yani çok büyük yani fabrikalar var. Yani Çin'in en önemli kaynaklarından biri o hapishanelerde yapılan ürünleri bütün dünyaya pazarlıyorlar. Yani çok büyük her çeşit aklınıza ne gelirse gelsin çok çeşitli fabrikalar var. Bu fabrikalarda suçlular çalışıyor. Ama siyasileri hiçbir şekilde çalıştırmıyorlar bakın. O koşturulduktan sonra o sadece bir tane o yarım ekmek gibi o su buhar şeyini verdikten sonra bakın siyasiler 12 saat hiçbir hareket etmeden böyle sadece bizim namazda teşehhütte oturduğumuz gibi hiçbir hareketsiz, konuşması da yasak. Öksürmek istese bile zaten Çinliler öyle yapmış ki o sistemi öyle kurmuş ki yani ben kendim bile inanamadım yani inanmakta zorlandım buna. Yani her bir yani siyasi suçlunun yanına bir yani içtimai suçlu başka çeşitli suçlarla yakalanan hapise atılan suçluları onun yanına İşpiyonculuk yapmak için koyuyorlar. Yani o ne yaparsa yapsın bana işpiyon etmezsen o hatta bakın yani öksürmek için bile bir elinizi kaldırıp yani namazda bir teşehhütte oturduğumuz gibi hareketsiz oturması, hiçbir şekilde konuşması, yanına bile bakması yasak. Yanına bakmak istese ya da elini kaldırıp şimdi gözünüzü böyle yapmak istediğinizde kesinlikle izin almanız gerekiyor. Yani yanınızdaki kişinin izni alacaksınız size bakan. Ondan sonra o koğuşun amirinden hepsi suçlu zaten. O koğuş işindeki o suçludan yani onlara reis olarak başkan olarak yani Çinliler yerleştiren onundan izin alacaksınız. İzin aldıktan sonra ancak yapabilirsiniz. Bakın bu kadar yani hayret ediyorum. Yani insan yani en şiddetli şekilde bu kadar yani zulümlerle, işkencelerle yapılıyormuş. Yani bu ayrıca bir koğuş içinde 20 metrekare bile gelmeyen bir koğuş içinde 20'den 30'a kadar bu Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bunun içinde o tuvaleti de her şey o odanın içinde bakın. Ya onun içi temizlik bakımından olsun çok berbat yani onları anlatıp şimdi söylersem belki yarım saat alır burada yazdığım. O yüzden burada kısa kesmek istiyorum. İnşallah kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz konuşmaya. Bizimle kalın.